endi o'sha. Ostidagi 2 nafar futbolchini ham bo'lishadi. Uyushtirish yana bir imkoniyat. Boyada yaxshi bo'lsa siqachamayapsiz. Hozir imkonlik savolga tushadi. Kerak bo'laman deb o'ylashim. Albatta bu hozir. Bugun mashg'ulotning 4-kuni va ertaga terma jamoamiz Gabonga qarshi 19:00 da Bunyodkor stadionida maydonga tushadi. Bugun Alisher Odilov va Otabek Shukurov mashg'ulotlardan oldin o'z fikrlarini bildirib o'tishdi. Siz nima deb o'ylaysiz? Ertangi o'yinda qanday natija qayd etiladi? Otabek avvalo o'tgan hayitlar bilan, bayramlar bilan muhim o'yin arafasida turibmiz. Bu FIFA Jahon chempionatining final bosqichi oldidan so'nggi yig'inlardan bittasi. O'zingiz tayyorgarligingiz va jamoadoshlaringizni holati haqida. Bismillah, avvalambor assalomu alaykum. Hammaga xush kelibsizlar. Hammani o'tgan bayramlari bilan. Aytib o'tganingizdek o'sha oxirgi borimiz, uydamiz. Jahon chempionati oldidan o'ylaymanki, har bir uchrashuv juda ham muhim. Biz uchun ham yaxshi bo'ldi o'sha uyda o'ynaganimiz. Muxlislarni yanada futbolga bo'lgan muhabbatini yanada oshirishga harakat qilamiz va mana shu kelayotgan ikkita o'yinga jiddiy tayyorgarlik ko'rib, hamma eslagan bo'lsa o'sha jahon chempionati saralashidan oldin ham biz yaxshi rezultat qilganmiz faqat. Saralash ham o'shanga yarasha yaxshi ketgan. Istardikki inshaalloh mana shu ikkita o'yinni ham yaxshi o'tkazib, jahon chempionatiga yaxshi tayyorgarlik va yaxshi do'xta borishni xohlaymiz. Hozir ko'ryapmiz, murabbiylar 5-6 nafar yangi futbolchilarni jalb qilishgan. Oxirgi marta noyabrda rasmiy o'yinda o'ynadik va yanvarda Zborda endi sizlar o'tkazib yubordinglar. Ko'pi Superliga jamoasi a'zolari. Yangi kelayotgan yosh o'yinchilar haqida Abdumajidov, Behruz Karimov, bularni qanaqa o'zingizdan paytida yosh bo'lib kelgansiz terma jamoaga? O'sha kun 2 kunmi 3 kun oldin trener bilan ham o'shani bir gaplashdik. O'ylaymanki o'sha yoshlar bizga yordam beradi. Bu terma jamoa har bir futbolchining o'rni baribir juda ham muhim. Biz ham yosh bo'lganmiz. Bizga ham kimlardir o'sha ozgina podishka qilgan, yordam bergan. Bu juda ham muhim. Biz ham istaymizki o'sha yoshlarga ozgina bo'lsa ham o'zini erkinroq his qilib, terma jamoaga yengilroq qo'shilib ketsa, kelajagi inshaalloh yanada yaxshi bo'ladi. Bizdan da yaxshi bo'lishiga ham ishonamiz. Chunki ham mana shu saralashdan oldin ham mana shu agar eslagan bo'lsalaringiz Abbos, Abduqodirlar yaxshi qo'shilgan. O'shalarga ham oz bo'lsa ham va yengilroq qo'shilishga harakat qilganmiz. O'sha Katanisga ko'proq anaqa qilganmiz. Hattoki Abduqodirni o'yinga qo'yishini iltimos qilganmiz va hozir mana ishonamizki, hozirgi yoshlar ham undan ham yaxshiroq bo'ladi. Mana jarohat olgan o'yinchilarimiz ham ancha ko'p, yangilar ham ko'p. Umuman olganda terma jamoamiz hozirgi holatidan kelib chiqib, turnirdagi vazifalaringiz va mundial oldi fikrlaringiz. Jarohat olgan futbolchilarga Alloh shifo bersin. Birinchi o'rinda har bir futbolchining o'rni juda ham muhim. Lekin bu sport, futbol jarohat yomon yuradi. Ishonamizki, inshaalloh ularning o'rnini to'ldiradigan futbolchilar chiqadi va bu turnir ham biz uchun baribir juda ham muhim. Muxlislarning oldida o'ynaymiz. O'sha jahon chempionatidan oldin hammani e'tiboridamiz va o'zimizni yaxshi tayyorlab olishimiz kerak. O'sha jahon chempionatiga asosiy zadacha o'shanga yaxshi tayyorgarlik ko'rish. Bugun xabar chiqdi, chiptalar savdosi u qadar ko'p ketmayotganiga, shu muxlislarni jalb qilishga nima deysiz? Anchadan beri Toshkentda ham o'ynayotganimiz yo'q. Bo'lib ham xalqaro o'yin. Men eshitmadim-ku, lekin ishonamanki, bizni qo'llab-quvvatlashga muxlislar keladi. Chunki butun umrlik orzuyimizga o'shandan oldingi tayyorgarligimiz ham o'zimiz uyda muxlislarning oldida o'ynash yoqimli.
va ularni xursand qilishga harakat qilamiz. Rahmat. Ikkinchi Bo'ldi-yu, ha? Hamma Bitta savol bor edi, mayli. bering. Irondagi muammolar sababli ba'zi legioner o'yinchilarimiz o'yin amaliyotsiz qolmoqda. Bu jahon chempionati oldidan qanchalik ustunligini aytish mumkin futbol sifatida? Nima deyapsiz? har kun berilyapti-yu savol. Sizdan Endi endi hamma bir xil javob bersa kerak. Irondagi holat baribir bitta Ironda emas, butun dunyoda notinchlik. Avvalo vatanimiz tinch bo'lsin. Endi futbolchilarga kelsak, baribir trenerlarda ham o'sha bosh og'rig'i bo'lgan bu holat. Endi o'ylaymizki, ishonamizki, FIFA ruxsat bersa, futbolchilar agar ichki chempionatda bo'lsa ham o'ynab tursa, ancha yaxshi bo'lardi. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham maksimalni inshaalloh tayyorgarlik ko'rsa kerak har tomonlama. Endi ko'proq trenerlarga beriladigan savol. Assalomu alaykum. Assalomu Alisher aka, bugun mashg'ulotlarning 4-kuni va mashg'ulotlar qanaqa tempda ketyapti? Mashg'ulotlar juda a'lo darajada ketyapti. Hamma 100% harakat qilyapti. Xudo xolasa shu o'yinga maksimalni tayyor bo'lib turibmiz, xudo xolasa hozir. Jamoada bir necha yo'qotishlar bor. Shaxsan Abbosbek Fayzullayev va Husniddin Aliqulov yo'qligi jamoaga qay darajada o'z ta'sirini ko'rsatadi deb o'ylaysiz? Xudo xolasa ularni joyini yopishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Dostojniy bolalar bor. Xudo xolasa shu ertaga ular uchun ham xudo xolasa chiqib o'yinda xudo xolasa g'alaba bilan qaytamiz, xudo xolasa. Birinchi o'yin Gabonga qarshi va keyingisi Venesuelaga qarshi qaysi o'yin qiyinchilik tug'diradi deb o'ylaysiz? U ikkala jamoa bilan hali menimcha birinchi marta o'ynashimiz, xudo xolasa endi hali bir nima deyilmaydi. Endi ertaga chiqamiz, o'yinni ko'rib, xudo xolasa keyin birga ayta olamiz. Biz ham hozir o'ylaymiz. Hozirgi vaziyat shunaqa. Hozir mana futbolchilarimizni Sağ olasın.